Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, hurmatli obunachilar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar. Mana shu onlayn biznes haqida yana kerakli tavsiyalar berib boramiz. Qo'shilish, qo'shilmaslik o'zingizga bog'liq. Xohish o'zingizda, majburiy emas, ixtiyoriy. Mana Xudo xolasa men oilam bilan yaxshi daromadlar qilib kelmoqdaman. Men Akmal Jumayev, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani, Yangi Hayot mahallasi, Murabbiylar ko'chasi 22-uyda yashayman. Hech qanday yolg'oni yo'q. Yolg'on narsaga har qanday inson o'zi haqida hech qanday to'liq ma'lumot bermaydi. Mana ko'ryapsiz, unga 500 ming to'lang, Madinaga, Fotimaga pulingizni 22 million qilib beramiz, 30 million qilib beramiz deb adin ekspertlarga pul tikib, turli xil fuqarolar puliga kuyib aldanib qolmoqda. Mana bizda men 2 yil bo'lyapti shu onlayn ishimizda ishlab kelyapman. Hech qanday yolg'oni yo'q. Nima qilsangiz ham xarajatingizga pul kerak. Mol boqasizmi? Mol sotib olasiz, pul kerak. Yem olasiz, pul kerak. Xashak olasiz, pul kerak. Ichimlik suvimizga ham счетчик qo'yilgan. Qancha suv ishlatsangiz pulini to'laysiz. Chiqindiga pul to'laysiz. Mana bizda ishimizda hech qayerga lishni pul to'lamaysiz. Bir marta $160 bilan kirib 40-50 yil daromad olasizlar. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli meni tanuvchi, tanish bilishlar. Mana Sovetobodda bitta ikkita kelinchaklar telefon qilib menga aytdiki, Instagramda qo'ygan videolarimni ko'rib, aka biz hamkor topa olmaymiz. Hamkor topish majburiyatini ham olib tashladi. Mana shu ish yoqmas ba'zan nima deydi? Qanday narsa aytsangiz bahona qiluvchi insonlar ko'p, lekin harakat qilib pul ishlaydigan insonlar yo'q meni fikrimcha-da. Aqli butun pul ishlashni xohlayotgan har qanday ayol erkaklar bo'lsa, 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan har qanday qo'shni davlatda yashovchi fuqarolar bo'lsa ham farqi yo'q. Telefon raqamimni aytib o'taman. Masofadan boshqariladi. Qo'shilib musofirga ishga ketsangiz ham karta saylamaydi. Tushgan pulingizni xohlagan kartaga o'tkazib olib, xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Plus 99 8 99 775 11 81. Kimga qiziq bo'lsa, kim uyimda o'tirib yaxshi daromad topaman desa, musofirlarga borib qiynalmayman desa, Akmal Jumayevga aloqaga chiqsin, batafsil ma'lumotlarni berib, kerakli tushunchalarni beramiz. Yana xohlasa qo'shiladi, xohlamasa qo'shilmaydi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlardan topib kiritayotgan fuqarolarimiz ham bizga yetadi. Kimga qiziq bo'lsa Akmal Jumayevga aloqaga chiqaverasizlar. Akmal Jumayev xizmatingizda. Sog' bo'linglar. Onlayn ishimizga qo'shilish istagida bo'lgan fuqarolar murojaat qilsin. Qo'shilmaydiganlar mana soatlab tushuncha beryapman. Bunday edi degan bahonalarni qilyapti. Agar qo'shilaman deyotgan fuqarolar bo'lsa, murojaat qiling. Yana telefon raqamimni aytib o'taman. Plus 99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bir vaqti zamonlarda Turkmanistondan ishlab o'qib ketgan tanish bilishlarimiz bor. Ular ham meni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Akmal Jumayev xizmatingizda. Sog'